Bugungi podkastimiz pediatriya ilmiy-amaliy markazi xirurglari bilan Shu 7-kursga yaqinlashganimda tushunganman, yo'q, kattalar xirurgiyasi men uchun emas. Kattalar xirurgiyasida olib tashlangan bir a'zoni bir qismi bolalarning vaznidan katta bo'ladi. hozirgi paytda O'zbekistonda operatsiya yoki xirurg so'zidan qo'rquv bor. Kasallar bor. 3-4 joyda operatsiya bo'lib, qiynalib, kelib oxir sizga kelganda amaliyotni bajarib o'tganingizdan keyin qadrli. Bu narsa hammasi tibbiy madaniyatni rivojlanishi bilan keladi. Xususiy klinikalar biz davolaymiz deb qolyapti. Bemor yo davo topa olmagan holatda yoki ahvoli og'irlashgan paytda davlat klinikalariga jo'natilyapti. Yosh xirurg keladi, buni men qilib yuboraman, buni qilib yuboraman deydi-da, keyin kirgandan keyin bitta asorat bo'ldi, shu bilan karyerasi buzilib ketishi mumkin. 3 ta narsaga ruxsat berilishi kerak emas. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz pediatriya ilmiy-amaliy markazi xirurglari bilan bo'lib o'tadi. Birinchi mehmonimiz Sultanov Alisher Qurbonbekovich va Dehqonboyev Avazjon Abduno'monovich. O'zingizlar tanishtirib bersanglar. Sizlarga. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Sultanov Alisher Qurbonbekovich pediatriya markazini birinchi xirurgiya bo'limining mudiri. 22 yildan beri shu bolalar xirurgiyasida ishlab kelamiz. Davlat xizmatidamiz. Azin aka? Men Dehqonboyev Avaz Abduno'monovich birinchi xirurgiya bo'limi shu koloproktologiya bo'limida vrach ordinator bo'lib ishlab xizmat qilaman. Umumiy stajim 20 yilga yaqin. Men o'zim tibbiyot vakili bo'lganim uchun xirurgiyani juda og'ir kasb deb hisoblayman-da. Sizlarda bo'lib ham yosh bolalar xirurgiyasi. Alisher aka, shu ruhiy bosim yoki qandaydir qolgan sohalarga qaraganda og'irroq yuk his qilasizlarmi sizlar? Menimcha gapingiz to'g'ri, umuman qo'shilaman shu gapga, chunki hali studentlik davrimizdan взрослый kattalar xirurgiyasida praktikadan boshlaganmiz, chunki kattalar xirurgiyasi baribir osonroq tuyulardi. Shunga bolalar bari og'ir, nima qilaman, balkim kattalar xirurgi bo'lamanmi umumiy deb o'ylab yurardim. 3-kursdan qatnab ham yurardim shu. Prosta xirurgiyaga, operatsiyaga, amaliyotlarga kirish uchun 4 yil davomida 3-kursdan 7-kursgacha qatnaganimda shu 7-kursga yaqinlashganimda tushunganman, yo'q, kattalar xirurgiyasi men uchun emas. Hayot taqozosi bilan o'zi bolalar xirurgiyasiga bekorga kirmaganman, bekorga shu yo'nalishda yurmaganligimni tushunganman. Uni qachon tushunganman? Chunki har bitta studentlik davrida favoritlar bo'ladi. Shunda bolalar xirurgiyasiga o'qish kelganda ko'rardim ustozlarni. Professorlar haqiqiy inson edi. Ular bir qarashidan уже leksiyasini eshitganda o'shanda sevib qolganmiz shu kasbni. Bilardim, что bari xirurg bo'laman deb. Men institutga kirishimdan oldin bilardim xirurgligimni. Meditsinada faqat xirurg yoki boshqa hech kim bo'lmasdim. Shuni bilardim aniq. Azin aka, sizda qanaqa bo'lgan bu bolalar xirurgiyasini tanlash? O'zingizda og'ir bosim his qilasizmi hozirgacha? Albatta, hamma kasb singari bolalar xirurgiyasi ham og'ir kasblardan biri hisoblanadi. Bu kasb bitta kasb bilan chegaralanmaydi. Bolalar xirurgiyasi ham kasb egasisiz, ham hunar egasisiz. Chunki kasbiy tomonlama yondashadigan bo'lsangiz, siz bolalarda bo'ladigan anomaliyalar, jamiki kasalliklarga diagnoz qo'yadigan bo'lsangiz, ikkinchisi bizning hunarimiz Alisher akam aytganlaridek operativ muolaja. Bu zargar ishi qanaqa qiyin bo'ladigan bo'lsa, nozik ish bo'ladigan bo'lsa, bolalar xirurgining ham ishi shunchalik kichkina bo'ladi, qiyin bo'ladi. Nimaga? Chunki vaqti keladi, kattalar xirurgiyasida olib tashlangan bir a'zoni bir qismi bolalarning vaznidan katta bo'ladi. Bizda shunaqa operativ muolajalar bajarilganki, 700-800 grammli chala tug'ilgan chaqaloqlar bilan birgalashib operatsiya qilgan paytlarimiz ham bo'lgan. Shuning uchun bolalar xirurgiyasida bitta narsa bor. Bu menimcha tanlanadigan narsa emas. Bu Alloh tomonidan yuqtirilgan kasb deb bilaman men, chunki yiliga respublikada yuzlab bolalar xirurglari o'sha meditsina institutlarini bitirgandan keyin
bolalar xirurgiyasi yoki kattalar xirurgiyasi yo'nalishini tanlab o'qiydi, lekin vaqtga qarshi shulardan bir 10-15% o'z kasbiga sodiq va o'sha kasb bilan hayot kechiradi. Shunday ekan, shu narsani o'zi ham bu kasbda qanchalik bir og'ir ekanligini ko'rsatib turibdi. Rahmat javob uchun. Keyingi savolim. Hayotingizda tibbiyotni, shu bolalar jarrohligini yoki umuman jarrohlikni tark etaman degan xayol o'tadimi? Qanaqa bo'ladi bu holat? Bu bir tomondan juda kulgili savol, ikkinchi tomondan juda qayg'uli savolda. Menimcha bolalar xirurgiya vakillari, endi bolalar xirurglarining ichida kasbni umuman tashlab ketaman demagani bo'lmasa kerak, chunki bizning yo'limiz juda og'ir. Bilasiz, asosan tug'ma anomaliyalar bilan ish olib boramiz. Hajm jihatdan ham, qiyinchilik jihatdan ham nima desa bo'ladi, bitta nuqsonni yo'qotish, bundan avvalambor bundan oldin aytib o'tishim kerakki, bitta nuqson hech qachon bitta bo'lib kelmaydi. U bir nechta nuqsonlar bilan birga rivojlanadi. Shuning uchun ishda operatsiyadan keyingi periodda shu bolajonlarga qarab o'tirish, даже oilani esdan chiqarib qo'yishga ham majbur bo'lamiz vaqti kelib, chunki har bitta bemor operativ muolaja qilganingizdan keyin undagi ijobiy tarafga o'zgarishlar yoki salbiy tarafga qanaqadir operatsiyadan keyingi yurishlar o'z-o'zidan kasbni qiyinligi, keyin bir oilaga, bolalarga vaqt ajratish ham chegaralanib qolishiga olib keladi. Mana bu qiyinchiliklar ham anaqa nima desa bo'ladi, moralniy, endi ruhiy qiyinchiliklar juda tez bu kasbni tashlayman deb o'zingizga o'zingiz jahlingiz chiqib, shu tezda tashagingiz kelaveradi. Shu bilan birga jahlingiz chiqqanda shu gapni gapirasizda, ertasi kuni как-будто hech narsa bo'lmaganda yana o'zingiz ish joyingizdasiz. Yana shu bolajonligingiz, yana shu kasbingizga sodiqligingiz bilan ishni davom ettiraverasiz. Alisher aka, sizni tajribangizda Menimcha haqiqiy xirurgda, вообще bolalar xirurgida ham, kattalarda ham menimcha yiliga 1-2 marta bu narsa bo'ladi. Chunki depressiv holat bo'lib qoladi. Har doim oson amaliyot kechmaydi. Bo'ladi 4-5 soat operatsiya davom etadi. No, biz vaqtga achinmaymiz. Biz o'sha bemorimiz qanaqa bo'lar ekan, tuzalarmikan, keyingi amaliyotdan keyin jarayon qanaqa o'tadi deb o'shani kechalar bilan o'ylab chiqamiz. Bilasizmi, bir xillar oila esdan chiqib ketadi. Kechalari uyg'onib ketamiz, o'ylaymiz shu narsani. Mana shu depressiv holat tushib qolgan payti mana shu xayolimizga keladi, to'g'risi. Menda o'zimda mana shu ish jarayonimda yiliga 1-2 marta bo'ladi bu narsa. Buni tushunish kerak, menimcha. O'sha payti oilam ham biladi, menga komfort sozdавать qilib berishadi, yaratib berishadi. Oilam biladi o'sha. Biz menimcha har bittamiz xirurg oilasida menimcha ayoli, bolalari shu narsani his qiladi. Bizga faqat sukunat kerak. Mana shu 1 soat sukunat ham yetadi. Ertasi kuni yana hech nima bo'lmaganda, mana Avazbek aytgandek, hech nima bo'lmaganda, chunki biz kasbimizni sevamiz. Bir xillari bo'ladi, tashigan paytimiz ham bo'lgan. Dejurstvoga o'tib ketib, masalan, menda 22 yil bo'lsa, 10 yilda bo'lgan bir marta, yarim yil. Lekin baribir tortadi. Chunki menimcha Xudodan yuqtirilgan bo'lsa kerak shu narsalar. Rahmat savol javob uchun. Ko'p ota-onalarda hozirgi paytda O'zbekistonda operatsiya yoki xirurg so'zidan qo'rquv bor. Masalan, men o'zim tibbiyot sohasida vakil bo'lganim bilan ko'p sezaman. Xirurgga bir ko'rsatib yuboring bolangizni desam, yo'q, ular operatsiya qilaman deb olib qolishadi yoki operatsiya kerak bo'lmasa ham operatsiya qilish kerak deyishadi deb turib qo'rquv bor. Sizlarda menimcha bu holat juda ko'p uchraydi. Shunda qanaqa yo'l tutasiz? Masalan, ota-ona bolani kasalligiga e'tibor bermay, yorish deb qo'pol qilib aytganda shunga e'tibor berishiga. Bilasizmi, men hozir 20-23 yil orqaga o'tsak, shu davr esimga tushadi. Endi o'qishni bitirib kelganimda, chet eldan kelganimda yoshligimga qarashardi ota-ona.
to'g'ri siz aytgandek qo'rquv bo'ladi, lekin kelganda ham doktorni ko'rib, yoshligini ko'rib, yosh doktor bo'ldi, значит bu hali bor, bunga tajribasi yetishmaydi. Shundan juda qiynalardim. Kada kak masalan ko'p amaliyot bajarardik o'sha paytda ham. Eng yosh doktorlardan bittasi edik, lekin mana shuni hazm qilish juda qiyin bo'lardi. O'sha yoshi katta stajli doktorlardan bilim ustun bo'lish uchun kitob o'qishga to'g'ri kelardi. Ko'proq bilim stajirovkalarga chet elga harakat qilardim, чтобы shu yengillikni kiritib, menimcha Avazbekda ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Albatta. Bu iloji yo'q u narsani. Ota-ona har doim ikkilanadi. Doktorni vazifasi, yaxshi xirurg vazifasi o'sha tashxisni ota-onaga yetkazib bilish. To'g'ri yetkazmasangiz u ikkilanadi bari har doim. Bizning vazifa agar xasta bo'lsa, xastaligini tushuntirib berish. Agar nima deb o'ylaysiz, bizning ham qo'limiz qichimaydi. Bekordan bekor bolani stolga yotqizib, ertaga javobgarligini. Imkoniyat bo'lsa-ki, shu operatsiyani qilmasa deb o'ylaymiz. Men o'ylayman, bu doktorni vazifasi to'g'ri ota-onaga tushuntirib bilish. Boshqa oilaviy sharoit, bir xillari ota-onani o'zi ham hal qilmaydi. Uni ko'pincha uni ota-onalari hal qiladi, babushka, dedushkalari. Mana shu nyuanslari bor-da. Buni juda tushuntirish qiyin. Bu gapiradigan bo'lsak, hozir menimcha yarim soat kamida vaqt ketadi. O'zbek, masalan, sizga boshqa savol beraman, shunga o'xshash. Ota-onaga siz o'zingiz shifokorligingizni isbotlab berish uchun ham ko'p vaqt sarflashingizga to'g'ri keladimi, ba'zi payt ota-ona tushunmagan hisobiga? Albatta bunaqa bo'ladi. Misol uchun men 20 yilga yaqin stajga ega bo'lgan bo'lsam, o'sha 20 yillik davrni 2 etapga bo'lsa bo'ladi. Ya'ni birinchi shu xirurgiyaga qadam qo'yib 10 yil faoliyat ko'rganimda qanaqa holat bo'lgan va undan keyingi mana ikkinchi 10 yillik. Xudoga shukr, yildan yilga xalqimizda tibbiy madaniyatning o'sishi kuzatilmoqda. Ya'ni oxirgi mana shu 5-6 yil ichida talab, xalq o'zini oldiga talab kattaroq qo'ygan. Ilgarilari bitta narsa, oddiy narsani tushuntirish yoki buni tushuntirganingizda ham uni tushuna oladigan, misol uchun ota-onalarni juda tushuna oladiganni kamdan kam uchratsa bo'lardi. Hozirgi kunda bu narsa bo'ldi, уже anaqa bo'lib qoldi. Tushunarliroq qilib tushuntiradigan bo'ldikmi biz yoki ota-onalarni o'zi harakat qilib shu narsaga kelishmoqdami? Doktorning vazifasi vrach so'zini o'zi slavyan so'zdan olingan bo'lib, от слова vrach, ya'ni avramoq degan so'zdan olinganda. Shuning uchun bemor bilan gaplashganda o'sha o'zimizni vrach so'zimizni o'sha mazmuniga e'tibor berib, o'shanga tayangan holatda ish ko'rsak yaxshi bo'ladi. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib biz bolalarni davolaymiz, biz ota-ona bilan gaplashamiz. Chunki ota-onaga tushuntira bilish, uni psixologik shu operativ muolajaga tayyorlash bu shifokor vazifasi. Shuning uchun nima qilamiz biz? Biz bitta tashxis qo'yganimizdan keyin o'sha tashxisimizga o'zimiz yakuniy qaror chiqarganimizdan keyin ota-onaga tushuntirishni boshlaymiz. Ota-onaga xalq tilida tushuntiramiz. Ya'ni bu kasallik nima ekanligi, qayerdan rivojlanganligi, buni negizida nima yotibdi. Bu narsa tushuntirilgandan keyin bu kasallikka operativ muolaja qilinishi shartligini tushuntirib beramiz. Agar operativ muolaja qilinmaydigan bo'lsa, qanday kelajakda qanaqa asoratlar va qanaqa bolasi uchun xavfli omillar yaralishini tushuntirib beramiz. Va har bitta bemorga maxsus soddaroq tilda yozilgan maqolalarni tayyorlab qo'yamizki, ular shu narsani ko'rib chiqadi, keyin shunaqa sharoit yaratib beramiz. Mana Alisher aka bu narsani menimcha har kun qiladilar. Ota-onalarga vaqt beramiz, borib shunaqa ota-onalar bo'ladi, juda ham nima desa bo'ladi, siz bilan kasalni davolagani emas, balkim siz bilan qanaqadir diskussiya o'tkazgani kelgandek o'zligini tutishadi. Unaqa ota-onalarga sharoit beramiz. Ular bemalol shu biz tekshirgan tekshiruvlar natijalari bilan o'zlari xohlagan klinikalarga borib murojaat qilib, qo'ygan tashxisimizga nisbatan shubha uyg'onmaydigan darajagacha olib boramiz. Bu da albatta kimdirda misol uchun ikkita so'z bilan tushuntiradigan bo'lsangiz, kimdirga bu
kunlab ketishi mumkin. Lekin bu bizning kasbimiz bo'lgani uchun biz bundan erinmaymiz, bundan charchamaymiz, maksimalniy harakat qilib tushuntirib ota-onasiga yetkazamiz. Bu bir. Bu narsani mohiyati operatsiyadan keyingi jarayonda juda biz uchun qo'l keladi. Ya'ni ota-ona qancha bolasidagi muammoni chuqurroq tushunadigan bo'lsa, operatsiyadan keyingi reabilitatsiya davrini to'laqonli bilan bajaradi. Bu esa asoratlarni, kuzatilishi mumkin bo'lgan asoratlarni foizini kamaytiradi birinchidan. Ikkinchidan, tezroq sog'lom bolalar safiga o'sha bolajonlarning qo'shilishiga sharoit yaratib beradi. Sir emas, masalan, Alisher akam 22 yil, Nozbek akam 20 yildan beri shifokor bo'lib, xirurg bo'lib ishlaysizlar. Tajribalarda, shu praktikalarda asbob-uskuna yoki nimadir yetishmovchiligi operatsiya paytida kuzatilgan va bundan qanday yo'l bilan chiqib ketgansizlar? Alisher aka? Albatta bu butun dunyoda даже rivojlangan davlatlarda ham uchraydi bu narsa. Bu uchragan holatda ham har doim biza по крайней мере chiqib ketardik любой holatdan. Bu narsa o'zimizni kasalxonadan tashqarida ishlaganimizda seziladi. Har doim mana bolalarga ham aytaman, yosh doktorlarimizga, to'g'ri biliminglar kuchli, praktikanglar kuchli, lekin o'zinglarni sinash uchun chiqinglar, viloyatlarga chiqinglar, rayonni больницаларga chiqinglar, o'sha yerda amaliyotlarni bajaringlar. Ko'rasizlar qanaqa holatda o'sha viloyatdagi doktorlar ishlashini. Og'ir holatda ishlagandan keyin doktor уже birinchidan o'zini ishlayotgan joyini qadrlaydi. Qanaqa holatda ishlashini biz bir xillar noliymiz. Bu instrumentim bunaqa, bu instrument bunaqa, eskirdi. Lekin o'shani qadriga borish uchun chiqish kerak, og'ir holatda ishlash kerak. Ham ikkinchidan optingiz oshadi. То есть уже qo'rqmaysiz. Любой og'ir holatdan chiqishga harakat qilasiz. Shu uchun menimcha bu hammada uchraydi. Men ko'p kongresslarga borganda xirurglar bilan gaplashaman. Qanaqa nima qilasizlar, nima instrumentlar bo'ladi desa, bizda ham mana shunaqa instrumentlar yetishmaydi, mana bunaqa оборудование yetishmaydi deydi. Lekin har doim baribir xirurglarda kollegialность degan narsa bor. Masalan, og'ir holatda bir-birimizga podдержка qilib chiqib yordamlashib yoramiz. Birinchi maqsad bu bemor tuzalishi kerak. Shu. Nozbek, sizda qanaqa bo'lgan? Endi men bitta maqol bilan boshlamoqchiman bu jumlamni. Bejiz yetishmagan ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deb. Qancha sharoit zo'r bo'lsa, bu nimani oldini oladi. Birinchidan, operatsiya davrida va operatsiyadan keyingi rivojlanuvchi asoratlarni tubdan kamayishiga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, xirurg uchun komfort yaratiladi. Bu komfort xirurg mazza qilib ishlaydi. Uchinchidan nima bu? Operativ muolaja davomiyligini juda ham qisqarishiga olib keladi. Operativ muolajaning davomiyligi qisqarishi biz budjetimizdagi moddiy tomonlama budjetimizdan qanaqadir ma'noda bir summani saqlab qolishga erishamiz bu bilan. Bundan tashqari, bolajonni qancha tezda o'sha narkotik uyqudan uyg'otib, uni o'sha reanimatsionniy koykaga olib kirishimiz tez bo'ladigan bo'lsa, unda boshqa kuzatilishi mumkin bo'lgan asoratlarning ham miqdori, ya'ni foiz ko'rsatkichi kamayib boradi. Shuning uchun hozir misol uchun biz aytolmaymiz, что bizda 100% hamma narsa bor, yetarli deb. Maksimal darajada respublika urovenda biz ta'minlanganmiz. Ya'ni ayrim boshqa klinikalarga nisbatan ulardan yuqoriroq aniq qilganmiz. Lekin nima desa bo'ladi? Hayot shunaqaki, insoniyat rivojlanib borar ekan, u maksimal hamma narsa bo'lishiga harakat qiladi. Ya'ni ish quroli qancha kuchayishi xirurgga kamroq ishlashiga va qulayroq ishlashiga, charchamasligiga sababchi bo'ladi. Agar bizda shunaqa sharoit sekin-sekinlik bilan mana rivojlanib kelyapti, bir kun kelib shunaqa bo'ladigan bo'lsa, menimcha bizda operatsiyalar soni, operatsiyadan keyingi rivojlanishi mumkin bo'lgan asoratlar sonining kamayishi va yuqorida aytgan narsalarimga erishsak bo'ladi. Men o'zim sizlarda sohalarni, bolalar urologiya xirurgiyasi va koloproktologiyasi. Bu sohadagi operatsiyalarni bilganim uchun, ya'ni juda qiyin operatsiyalar qilasizlar, juda murakkab, lekin oz vaqt tez qilasizlar operatsiyalarni va ko'p ota-onalar bu narsani qiymatini, bu narsa operatsiya agar biz markazda order hisobida emas,
masalan chet elda yoki qaysidir xususiy klinikada qilinsa qancha qiymat turishini, qanaqa og'ir operatsiyaligini ko'pchilik tushunmaydi. Shunga nima deysiz, Anchar aka? Mana biza order sistemaga o'tdik bu страхованиеga. Birinchilardan O'zbekistonda. Bir xillar savol berishadi. Amaliyotlar hammasi bitirib bo'lgandan keyin operatsiyasi tez bo'lib, sezmay qoladi ham kasal. Tuzalib chiqarayotganingizda 5 kunmi, 7 kunmi, 3 kunmi bir xillar ertasi kuni. Shuni bo'lmaganda, bu o'zi bizaga sug'urta nima berdi deyishadi. Shunda men harakat qilaman ota-onaga tushuntirib berishga, sizlarga davlat mana bu ular o'ylaydi bu prosta operatsiya oddiy bajarildi, bo'ldi, chiqib ketdi. Yo'q, uni tagida mehnat bor, tekshiruv bor, diagnostika bor. Undan keyin amaliyotda o'zi, uni ichida ishlatadigan materiallari bor, narkozni apparatura, расходный materiallari bor, ishlatiladigan. Hammasi qimmat narsa, arzon narsa emas. Keyin shu narsalarni aytganingizdan keyin sizni operatsiyangizga davlat masalan $500 расходникlar olib berdi. Shunaqa narsalar ishlatildi desa, yo'q deb keyin qadrlashni boshlashadi. Bir xillari bu ota-ona даже ahamiyat ham bermaydi, yaraga qaraydi faqat. O'sha tikilgan yarasiga bo'ldi, ular uchun shu baho. Lekin siz u yerda mehnat qilganingiz, yuvelirni ishlaganingiz, biz kichkina bolalarda bilasiz ishlaymiz. Masalan, urologiyada 70% bolalar biz 1 yoshgacha xastaliklarni to'g'rilaymiz. 2 oydan, 3 oydan boshlab 1 yoshgacha. Mikroskopla ishlatamiz. Tez ishlashligimiz bu xirurgiyaskiy jarayonni tez bajarilishi anatomiya yaxshi bilamiz shunga. Agar anatomiyani bilmasangiz, tushunali, что operatsiya 1 soatlik operatsiya 3 soat bo'ladi. Mana shunaqa mayda-chuda nyuanslardan kelib chiqadi hammasi. Menimcha ota-ona bilasizmi qachon qadrlashni boshlaydi? Hamma narsaga pulini to'laganda o'zini cho'nchagidan. Shunda qadrlaydi. Hozir davlatimiz mana sug'urtaga o'tdi. Menimcha bu juda yaxshi. Plus tomonlari juda ko'p. Обеспечение практически 100% больницamizda. Kasal hech nima olib kelmaydi. Har bitta davolangan kasaldan sug'urta tekshirib, u oddiy emas, ular ham ajratadi kasalxonamizga, lekin o'sha proverkalardan o'tadi. O'tmasa doktor javobgar bo'ladi. Mana shu mayda-chuda nyuanslarini ko'plari bilmaydi. Menimcha shu ishi oson bitib ketgandan keyin qadrlanmaydi. Вот kasallar bor, 3 ta 4 ta joyda operatsiya bo'lib, qiynalib, kelib keyin oxir sizga kelganda amaliyotni bajarib tuzatganingizdan keyin qadrlaydi. Ular qadrlaydi, chunki ular o'sha o'tgan etaplarini. Shu gapim shu. Endi bilmadim, avazlarda qanaqa? Menimcha hammamizda bir xil bo'lsa kerak. Koloproktologiyada qanaqa? Endi bizda abdominalniy xirurgiya plus koloproktologiya, qorin bo'shlig'ida ishlaymiz. Operatsiyalarning hajmiga qarab, misol uchun o'ta murakkab operativ muolajalar, o'rta murakkablikdagi va kichik hajmdagi operatsiyalarga 3 ga bo'linadi bular. Har bitta operativ muolajaga olishimizdan oldin ota-onaga tushuntiramiz. Qaysi oshqozon ichak traktini qaysi bassenda ishlaymiz, qaysi a'zolarning yonida ishlaymiz, qanaqa operatsiya davrida asoratlar kuzatilishi mumkin. Bizda bo'lish bo'lmaganligiga qarab statistika bor. Har bitta a'zoni operativ muolajada bajarib turganingizda operatsiya paytida qon ketib qolish ehtimoli bor. Даже bizda mana Alisher akam mana gapimga qo'shiladi. Har bitta operativ muolajani bajarishimizdan oldin biz operatsiya payti va operatsiyadan keyin va operatsiyaga umuman bog'liq bo'lmagan, ya'ni narkoz jarayoni bilan bog'liq bo'lgan har xil asoratlarning rivojlanishi mumkin. Bular to'g'risida ham tushuntiramiz ota-onalarga. Bu ham qaysidir ma'noda ota-onada mas'uliyat sabab qiladi. Ya'ni ularning roziligi bilan biz shu operativ muolajaga olamiz. Bu bir. Ikkinchisi, juda bir odamning asabini buzadigan ikkita savol bor. Alisher akamning gapiga qo'shilgan holatda aytaman. Bu birinchisi, jarohat qancha kesiladi? Chamdiq haqida o'ylashadi. Juda ko'p ota-onalar vaqtga qarshi. Ikkinchisi, operativ muolaja necha soat davom etadi? Necha soatda chiqasizlar? Misol uchun, Girshprung kasalligini oladigan bo'lsam, yiliga misol uchun boring 50-60 ta qiladigan bo'lsak hozir kecha kunduzda, shu 50 ta bolada bu operativ muolaja bir xil diagnoz bo'lishiga qaramasdan 50 xil variantda o'tishi mumkin.
Normalishirik To'g'ri, misrada ham bo'ladi to'g'ri, emas, bu chunki 100% bittasida 1 soatda qilib chiqishingiz mumkin, bittasida 4 soatda ham qila olmasligingiz mumkin. Bu narsalar oldindan tushuntiriladi. Keyin operatsiyani davomiyligi ko'proq qiziqtiradi. Keyin 3-chi muammo ovqatlantirish muammosi bizda. Operativ muolajani shuncha hajmiga qarab, tushuntirishingizga, og'irligiga qaramasdan ayrim ota-onalar befarqlikka yo'l qo'yadi, ya'ni yashirib ovqatlar berib qo'yish har xil bolalarni operatsiyadan keyingi periodda ahvolini og'irlashishiga olib keladi. Menimcha bu narsalar sekin-sekin уже rivojlanib bormoqda. Meditsinani rivojlanishi bilan birgalikda xalqimizda tibbiyotga nisbatan madaniyat oshib boryapti. Menimcha bu 20-30 yillikda menimcha bunaqa qo'pol xatoliklar, keyin men bu ota-onani bolasini kasalligi nisbatan shifokorga nisbatan fikri o'zgarib boradi bilaman. Chunki har bitta rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlardagi mana farqni o'rganadigan bo'lsak, mana biz kamida 1 yilda dunyoning kuchli rivojlangan davlatlarini meditsinasi bilan, ya'ni maktablarda qisqa muddatli kvalifikatsiya o'tib kelamiz. U yerdagi ota-onalarni kasallik haqida bilishi bizni hozirgi kecha kunduzdagi studentlarni ilmidan ham yuqoriroq. Chunki ular to'liq farzandidagi kasallik haqida va kasalligida rivojlanishi mumkin bo'lgan asoratlar va operatsiyani turlarigacha o'qishadi. Avazbek, nima bilan bog'laysiz bu narsa? Menimcha bu yana aholini soniga ham bog'liq bo'lsa kerak. Bizda serfarzand bir xil oilada 5 ta, 6 ta, hozir yana moda bo'ldi, 6 ta, 7 talab, oldingi zamonda 9 ta, 10 talab bo'lardi. Yevropeyslarda, amerikanslarda bitta, 2 ta farzand. Menimcha shu uchun ota-onalari boshqacharoq qarasa kerak. Privkalarni vaqtida oldiradi, ko'riklarini vaqtida o'tkazadi. Gapingiz bo'ldimi, Avazbek? Yo'q. Menimcha shuni ham ta'sir qilsa kerak-ku. Albatta. Endi bu yerda bizni mentalitetimiz ham asosiy rol o'ynaydi. Chunki bitta farzandga qorovul ko'p. Ya'ni farzand tarbiyasi, o'sha farzand ham bir kun kelib ota-ona bo'ladi-da. Chunki shu ota-onada bu narsa shu hozirgi aytib o'tishim kerak bo'lgan bosqichlar o'tmagandan keyin u qanaqa qilib o'zida yo'q narsani bolasida ko'ra oladi yoki bolasiga bera oladi. Shuning uchun menimcha buni negizida ota-onalarni ko'proq o'qishi va yana o'qishi yotadi. Chunki aqlli odamdan aqlli savollar yaratiladi. Men bu bilan xalqimizni ahmoq demoqchi emasman. Ayrim holatlarda gap boshladik. Shuning uchun menimcha har bitta odam bolasidagi o'sha kasallik to'g'risida informatsiyaga ega bo'lib, mas'uliyatni o'ziga olar ekan, menimcha bizda yanada o'sish yaxshi bo'ladi, asoratlar soni kam bo'ladi. Bu asoratlardan qochib bo'lmaydi. Rahmat javob uchun. Keyingi Alisher aka, siz sohangiz juda murakkab va juda noyob kasalliklar bilan to'la. Ya'ni bolalar urologiyasi, xirurgiya. Va ko'p holatlarda meni ko'p ko'rganman, ota-ona kechiktirib olib keladi, kasallikni o'tkazib yorib yoki kasallikni sezmay qolgan holatda keladi. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Endi urologiya xastaliklarida bitta katta minusi bor. Juda katta deyman. Simptom belgilari juda kech namoyon bo'ladi. Biz kasalxonaga bolamiz qachon olib boramiz? Shikoyat bo'lganda. Shikoyat, issig'i chiqsa, qanaqadir og'riq, o'sha belgilar afsuski urologik kasallarda birdaniga bermaydi. Asosan o'sha yosh bolalarda. Bola gapirmasa, faqat issig'i chiqishi mumkin. Vaqti bezovta bo'lishi mumkin. Shunda pediatrga olib boramiz. Pediatr o'zi tomonidan, lorga olib boramiz. Lor tomonidan ko'pincha o'sha kartinasi yopilib ketadi. Urologik xastaliklari bilinmaydi. Diagnostikasi juda og'irroq. Menimcha men shu klinik belgilar sal farqliroq bo'lgani uchun urologik kasalliklarni o'tkazib borishadi. Lekin buni oldini olish oson. Profilaktik check-up, mana
bola tug'ilgandan keyin определенный davrda check up qilish kerak hammani. Biza bog'chaga borganda, maktabga borganda qilinadi bu narsa. Yo, armiyskiy slujbaga o'tayotganda. No, men taklifim bu har хотя бы 2 yilda bir marta check up qilish kerak analizlar bo'yicha. Oddiy ultrazvuk. Ultrazvuk bu menimcha har bitta mahallada hozir bor. Bu muammo emas. Keyin hozirgi kunda diagnostika juda yaxshi rivojlangan. Bunaqa juda kech keladigan holatlar oldingidan nisbatan kamroq uchrayapti hozir. Chunki hozir prenatalniy diagnostika respublikamizda qo'yilgan. 2 xat ayollar 3 marta shu davrida, homiladorlik davrida bu 100% hamma tekshiruvdan o'tish shart. Tug'ruqxona bo'lmasa dokumentlarni olmaydi. Shu narsalar juda katta yordam beryapti. Hozir diagnostika bo'yicha biz yosharib ketdik. Davosi ham shu uchun yosharib ketyapti. Oldin masalan gidroinfirozlarni biz kutardik. Yoshi esimda men o'qiyotgan davrlarimda 12-10 yoshda qilinardi gidroinfirozlar. Hozir o'ylang 2 oylikda qilinyapti. 2 oylik bizani markazda emas, biz chiqib viloyatlarda bu narsalarni qilib beryapmiz. O'rgatyapmiz shu viloyatda doktorlariga ham. Shu narsani hozir borsangiz ancha o'zgargan. Shu borgan joylarimizda doktorlar saviyasi juda ko'tarilgan. Diagnostika ham hozirgi davrda menimcha texnologiya davrida uyat endi. Agar diagnostikasi oqsoqlansa. Hozirgi kunda uchraydi, kam. Men bu simptom nyuanslari bor. Keyin bitta urologiyada emas, menimcha abdominal xirurgiyada ham juda ko'p nyuanslari bor. Bularda boshqacha sal. Bularda terapiya, pediatrlar, gastroenterologlar ko'proq ishlab boradi bir xillari. Shu narsani savol bermoqchi edim. Agar Alisher akamiz holatida simptomlar ko'rilmasa, sizni holatingizda simptomlar aldamchi bo'ladi. Ya'ni ko'p holatlarda pediatr bu meni kasalligim deb tabletka berish yoki axlat tuta olmaslik bo'lsa, nevrolog bu meni kasalligim deb o'zlarida olib qolish holatlari bo'ladi. Shu sizni tajribangizda qanchada bir uchraydi? Bu savolga javob berish uchun men oldin bizga qanaqa asosiy shikoyatlar bilan shikoyat qilib kelishini haqida tushuncha berishim kerak. Bizga nima asosiy yuqoridan boshlaydigan bo'lsak, birinchi qusishi mavjud bo'lgan, ya'ni sababi noaniq bo'lgan qusishga ega bo'lgan bolalar. Qorin bo'shlig'ida noaniq etiologiyalik og'riq bo'lgan, ich qotish, ich ketish, axlat tuta olmaslik mavjud bo'lgan bemorlar murojaat qilishadi. Endi mana hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, ich qotish bu xalqimiz nazarida bu oddiy holat hisoblanadi. Bolasi 2 kun, 3 kunlab, 4 kunlab, ayrim holatlarda 1 haftalab, 2 haftalab ichi kelmaslik, kelmasa ham ota-ona ko'zini ochib uyg'onib, ya'ni bu shifokorga borish kerakligi haqida ayrim oilalarda, albatta hammasi emas, e'tibor berishmaydi-da. Bu narsa o'z-o'zidan vaqtlarning o'tishi bilan o'sha a'zo faoliyatlarini, o'sha a'zolar faoliyatini qaysidir ma'noda chuqur buzilishiga olib keladi. Bu yerda men ikkita sababni ko'ra olaman. Kasallik kechikishiga asosiy ikkita unsur bor. Bu birinchisi bu ota-ona unsuri, ya'ni ota-onani vaqtida murojaat qilishi kerak bo'lgan vaqtda murojaat qilmasligi, bundan bosh tortishi. Ikkinchisi respublikamizning chekka misol uchun regionlarida medpersonallar yetishmovchiligi plus diagnostika uchun sharoit hamma joyda ham zo'r emas. Undan tashqari o'sha birlamchi belgilarga asoslangan holatda patronajlash. Ya'ni shu bolalar davrini biz 3 oydan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarga qaraydigan bo'lsak, imni bog'chagacha bo'lgan davr, bog'chadan maktabgacha bo'lgan davr, maktabdan shu 18 yoshgacha to'ladigan davrda rivojlangan davlatlarda har 6 oyda bolalarda birlamchi med ko'riklar o'tkaziladi. Bizda bu qanchalik rivojlangan, ayrim holatlarda bu ko'r-ko'rona hal qilinadi. Ya'ni hech qanaqa tekshiruvlarsiz sog'lom, shikoyating bor yoki yo'q. Bu narsani agar chuqurlashtiriladigan bo'lsa, Alisher akam aytganlaridek oddiy UZI apparati bilan ham kasallikning ilk simptomlarini ko'rish mumkin. Bu misol uchun qishloq yoki rayon urovenda bo'ladigan bo'lsa, ular viloyat uroveniga murojaat qilishi mumkin, ya'ni chuqurroq. Agar
viloyat anaqasi darajasida bu narsani ko'rish imkoniyati yo diagnostikada qanaqadir bir shubhalar bo'ladigan bo'lsa, uni respublika darajasiga olib chiqish mumkin. Mana shu uzil kesilligi bir-biri bilan zanjirini tubdan yaxshi bog'lash, menimcha kasalliklarni juda kech kelishi va ulardan keyingi rivojlanishi bo'lgan asoratlarni kamaytiradi. Уже bugun уже bir marta emas, bir necha marta уже aytamiz. Bu narsa hammasi tibbiy madaniyatni rivojlanishi bilan keladi. Shuning uchun har bitta shifokor o'z ishiga sodiq ish faoliyat olib boradigan bo'lsa, ota-ona farzandi oldidagi vazifa va burchlarini to'liq amalga oshiradigan bo'lsa, menimcha biz kasallikka o'z vaqtida kasalimizni topish va unga ertaroq yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Rahmat. Keyingi savolga o'tamiz. Alisher akam ham, Azizjon akam ham pediatriya markazida ishlaydi. Men ham o'sha markaz a'zosiman. Shu pediatriya markazimizda qanday zamonaviy texnologiyalar yoki qanday zamonaviy operatsiyalar o'tkazilyapti hozir? Shu respublikada biz yagona shuni qilamiz yoki O'rta Osiyoda deya oladigan. Endi bitta narsadan boshlasak, ko'pincha aytishadi, davlat kasalxonalarida оснащение оборудования частныйdan ko'ra pastroq yuradi. Bizning markazga bu tegishli emas. Sразу aytaman, odamlar adashishadi. Biza respublika miqyosidagi pediatriya markazi bo'lganimiz uchun ham professorskiy sostavimiz, kafedralarimiz menimcha boshqa kasalxonadan ko'ra soni bo'yicha kam emas, kamida kam emas. Bu hammasi faqat oldinga intilishga yo'nalish beradi bizga. Оснащение bo'yicha aytaman, bizda hamma bugungi kunda bolalar xirurgiyasida nima uskunalar bo'lsa, hammasi bor deyarli. Endi bitta robot hozir yo'q. Menimcha robot hozir hali bolalar xirurgiyasiga kirib kelmadi-yu, no baribir yaqin yillarda baribir bu ham kirib keladi. Qolgan hozirgi kunda hamma jarayonimizda, amaliyotimizda ishlatadigan hamma asbob uskunalarimiz yetarli. Причем bittadan emas, dublyorlari bor har bittasini. Masalan, laparoskopический stoykalarimiz 3 talab. Ezdugalarimiz operatsiyonida bor. Faqat urologiyada bu ichakda ham ishlatamiz uni. O'pka xastaliklarida ham ishlatamiz uni juda ko'p. Jigar o't yo'llari xirurgiyasi. Jigar xirurgiya, o't yo'llari xirurgiyasida ishlatiladi hozir. Hozir sanasak, menimcha soni 100 tadan oshib ketadi. Shunga uni umumiylashib aytyapmiz. Aytmoqchiman, menimcha nima deb o'ylaysiz, Avazbek? Menimcha оснащение bo'yicha biz qolishmaymiz. Оснащение bo'yicha eng zamonaviy xususiy tibbiyot markazlari bilan raqobat qila olamiz deya olamizmi? Da, chunki spetsialistlari ham menimcha bilim va praktik tomonidan kam emas, kamida. Bu aniq, men o'zimning fikrim bu, menimcha bu aniq narsa. Azizjon aka, sizga boshqa savol bermoqchiman. Masalan, ko'p xususiy klinikalar o'zlarini shifokorlarni chet elga jo'natayotganini ko'rsatishadi. Biz shifokorimiz bu yerda o'qib keldi yoki bu yoqqa borib keldi. Ko'p davlat muassasalarida bu narsa gapirilmaydi. Bu odamlar tushunchasi, что shifokor shu markazda ishlayapti, bo'ldi. Shu joyda qo'pol qilib qatib qoldi, rivojlanmaydi degan narsa shakllangan. Masalan, sizlarda primeriylarda aytsak, bir yilda eng kam necha marta chet elga chiqib o'z malakanglarni oshirasizlar yoki siz bo'limingizdagi shifokorlar? Juda to'g'ri savol. Endi hozir 21-asr internet davri. Hozir har bitta частный klinikalar va davlat klinikalariga o'sha reklamalar uchun ajratilayotgan turgan nima desam, moddiy mablag', bu narsa hozir kecha kunduz ko'p narsani hal qilishiga sabab bo'lmoqda-da. Endi частный struktura bilan davlat больницasi bu ikki xil respublika deb qarasa bo'ladi. Endi частный klinikalarda ularda maqsad o'sha kasallikni davolab, ular ham bizga o'xshagan maqsad qo'yishgan, lekin ikkinchi maqsad esa shu pul topish.
pul topish, yaxshi yashash har bitta inson singari. Lekin частный klinikani rahbari bu hamisha ham medik bo'lmasligi mumkin. Endi yerda biznesmen, ya'ni tadbirkor va shifokorlar o'rtasida kontrakt tuziladi. Yerda juda ham yuqori kvalifikatsiyaga ega bo'lgan yordam va o'sha yordam evaziga, shu to'g'riroq aytadigan bo'lsak, keraklicha mablag' olinadi. Bu o'sha частный klinikalarni asosiy nimasi bo'ladigan bo'lsa, endi davlat klinikalarida ishlaydigan сотрудникlar qanday? Bir yilda misol uchun biz o'zimiz aytadigan bo'lsak, kamida bitta davlatga boramiz. Kamida bitta ikkita chet el, ya'ni rivojlangan davlatlardagi shu bolalar xirurgiyasiga bag'ishlangan konferensiya, simpozium, juda katta bir kongresslarda ishtirok etamiz. Kamida bir marta bitta dokladimiz bo'ladi. Mana kuni kecha ukalarimiz hozir mana Janubiy Koreyaga ketishuvdi. Ular ham o'sha posterni, og'zaki dokladlar bilan, undan tashqari o'sha o'zimizni tezis va maqolalarimiz bilan ishtirok etdik. Bundan keyin yana planlashtirilyapti. Endi respublika shifoxonalarida частныйlarga nisbatan reklama unaqa kuchli emas. Keyin reklamada ham gap katta-da, chunki har kuni bitta narsani qayta ko'rish o'sha nimaga kirib borishga xalqqa ham baribir qiziqtira oladi. Bu bilan men aytmoqchi emasman, o'sha davlat klinikasida ishlayib turgan shifokorlarni reklama qilish kerak. O'zi shifokor akademik Razumovskiyning bitta gapi bor. Bolalar xirurgi reklamaga muhtoj bo'lish kerak emas. Mana biz ham har xil savollar kelib qoladi, Instagram, Telegramlar orqali o'sha savollarga javob beramiz, mavzularni yoritamiz, lekin biz tubdan bu narsaga o'tirmaymiz. Shuning uchun ham balkim davlat shifoxonalarida boshqacha, xalq nazdida boshqacharoq ko'rinish uyg'onib qolgan. Lekin mana Alisher akam meni gapimga qo'shilsalik kerak, oxirgi 2 yilda bu narsa aksi bo'lmoqda. Ya'ni mahalliy, ya'ni o'sha частный klinikalarda ilgari hamma o'zini urgan bo'lsa, hamma kasallar o'sha. Hozirgi kunda u yoqdan o'sha davlat anaqalari kasallarni ko'proq murojaat qilish kuzatilmoqda. Bu ham quvonarli narsa. Shifokor o'sha davlat anaqasida ham, больницасida ham, mahall o'sha частный klinikada ham o'sha davlat учреждениесida ishlaydigan shifokorlar ishlaydi. Misol uchun obedgacha davlat anaqasida ishlasa, obeddan keyin o'sha частный xususiy klinikaga boradi, o'sha yerda faoliyat ko'rsatadi. Men o'ylayman, bu narsa endi bu ham mablag'ga borib tarqaladi. Nima qiladi? Chunki bizni klinikamiz va bizga o'xshagan boshqa klinikalarda davlat tomonidan order sistemasiga o'tgan. Har bitta bemor uchun davlat pul to'lab beradi. Hozirgi xususiy klinikalarda hali u order sistemasi mavjud emas. U yerda naqd yoki o'sha pulingizni, o'zingizni, mablag'ingizni sarflagan holatda qilasiz. Ayrim holatlarda shunaqa bo'ladi. Misol uchun bemorlar qaysidir vrachga ixlos qiladi, o'shani qo'liga borib, o'shani qo'lda davolangiz keladi. Bunaqa holatlarda o'sha xususiy klinikalarda davolanishadi. Alisherga, siz o'rtacha bir yilda nechta davlatga ish yuzasidan borasiz? Endi dokladlar mana bu o'zimizni ishimizni ko'rsatish uchun va dunyoda nima shu xastaliklar qanaqa bugungi kunda davolanyapti, yangi usullar, standartlarni ko'rish uchun biz yiliga menimcha bir avaz aytgandek 1-2 marta o'sha konferensiyalarga albatta chiqib kiramiz. Amaliyot oshirish uchun stajirovkaga ham yiliga undan tashqari 1-2 marta borib kelamiz. Kamida eng kamida bu 10 kunlik, eng ko'pi 3 oygacha chiqib kelganmiz. Hozir usiz bo'lmaydi. Hozirgi kunda rivojlanish kerak. Odam o'zini ustida ishlash kerak. Bir xillari ochamiz standartlarimizni. 5 yil oldingi yilgi standartlarni ochsak, shunaqa ham davolaganmizmi deymiz. Hozir unaqaga umuman tubdan o'zgargan. Masalan, har 5 yilda standart bekorga o'zgarmaydi. Chunki 5 yil oldin bunaqa davolangan, keyingi masalan 5 yil uje yengilliklar kiritilib, umuman masalan 180 gradus o'zgarishi mumkin. Bu uchun, конечно, ishlash kerak. Menimcha hozirgi kunda chiqmasa iloji yo'q. O'zingizni qozoningizni ichida qaynayversangiz
siz faqat shu qozondagi narsani bilasiz. Boshqa ovqatlar bor, boshqa o'choqda boshqacha ta'mlar bor. Uni his qilib ko'rish kerak. Tushunyapsizmi? U iloji yo'q. U menimcha hozir hamma hozirgi kunda особенно yosh doktorlar konkurensiya uchun ham, o'zini bilimi uchun ham chiqib keladi. Причем bitta biz emas, menimcha ko'p, juda ko'p yaqin atrofimizdagi doktorlar ko'plari chiqib keladi. Sizga bitta savol bermoqchiman, anchalik juda keng tarqalgan muammo yoki shu holat bo'lyapti oxirgi payt. Ba'zi bemorlar xususiy klinikalarda davolanyapti. Xususiy klinikalar biz davolaymiz deb qolyapti. Bemor yo davo topa olmagan holatda yoki ahvoli og'irlashgan paytda davlat klinikalariga jo'natilib yuboryapti. Shu holatga qanday qaraysiz? Shunaqa holat bo'lganmi sizda? Bu uchrab turadi, afsuski. Uchrab turadi. Endi bu yoqda menimcha finansiy tomoni bo'lsa kerak, mablag'. Bu bir, ikkinchidan частный sektorda har doim mutaxassis yetarli bo'lmaydi baribir. Bo'lishi mumkin, katta частный klinikalarda bo'lishi mumkin u narsa. No, bizda menimcha 90% klinikalar kichkinaroq bo'ladi. Masalan, deylik, amaliyot qilishadi xirurgik. Bitta anesteziolog bo'ladi. Yo ikkita. Masalan, bizda ham ko'p bo'ladi. Amaliyot paytida qanaqadir holatga tushib qoladi. Hammada bo'ladi. Bu inson faktori bu. Tormoz bo'lib qoladi anesteziolog. Miya tormoz bo'lib qoladi. Masalan, og'irlashgan payti. O'sha payti bizda 4-5 ta anesteziologimiz bor. Srazu kelib, bir-biriga yordam berib, bu ko'rib turibdi. Menda ham o'zimda bo'ladi, masalan, amaliyot payti shunaqa tormoz bo'lib qolasiz. Yoningizdagi xirurg masalan chaqiraman, Avazbek kiring deyman, yoki yana kimdir tortib ketadi dalish. O'zimga kelib olaman, keyin dalish yana ishlab ketaman. Частный klinikalarda bunaqa komfort yo'q. Ko'p mana o'limlarni eshitamiz частный klinikada. Nima uchun? Chunki anesteziolog bitta bo'ladi ko'pincha. Xirurg ham yetarli sonda bo'lmaydi. 2-3 ta xirurg bo'lishi mumkindir. Va menimcha faqat o'sha hisobiga качество stradat qiladi. Zo'r specialist bo'lishi mumkin. Anesteziolog ham zo'r specialist bo'lishi mumkin. No, bittada ular. Kompleksni bo'lmaydi. Bizani markazlarda nechta reanimatsiya bo'limi bor? 3 ta masalan. Bir-birini любой payt поддержка qilib ketishadi. Chaqiriladi. Amaliyot bo'lgan, hozir eslayman 5 yil oldin, 8 yil oldin. Operatsiya paytimizda katta kровотечение boshlangan, tomir ketgan, anatomiyasi buzilgan, noto'g'ri ochilgan. Biz o'sha payt kollegialni hamma qon to'xtatib, ushlab turib, nima qildik? Yonimizdagi больницаdan sosudist xirurg chaqirdik. Yonimizda MVD gospitaliga masalan, srazu 10 minutda keldi. Solidarность bu, kollegialность. Bizani ham chaqirsa, biz ham boramiz xuddi shunaqa. O'shanda biz tomirni boylab tikib chiqib ketardik, oyoq ketardi. Katta sosudi qonagan, anatomiya buzilgani uchun noto'g'ri joydan ochilgan. Biz sosudist xirurg chaqirdik, keldi, anastomoz qilib, ulab, hammasini tiklab, keyin biz o'zimiz ishimizni tugatib, o'sha holatda u bola yolg'iz bola edi. Yolg'iz qiz, kechki farzand, 40da tug'ilgan farzand, onani boshqa hech kimi yo'q. Faraz qiling qanaqa bu tragediya. To'g'ri kollegialni yordam berib bir-birimizga mana shu holatdan chiqib ketdik. Shu meni gapim shu. Avazbek aka, sizga keyingi savol. Sizlarda operatsiyalar juda noyob operatsiyalar, ya'ni oldindan bilib bo'lmaydi qancha vaqt ketishini yoki qanaqa holatda bo'lishini. Eng ko'p uzoq davom etgan operatsiyangiz va eng qiyin bo'lgan operatsiyangiz haqida aytib bera olasizmi? Men bolalar xirurgiyasida Alisher akam biladilar. Ilmiy ish qilaman deb bolalar xirurgiyasini bitta qiyin yo'liga kirgan ekanman-da. Uni kirganimni o'sha ilmiy ish qilish jarayonida tushunib yetganman. Ya'ni bolalarda rivojlanadigan nekrotik enterokolit, ya'ni bu Karavayeva degan bitta olima ayol bor. U ayol aytadilarki, bu kasallik yashab qolgan, chala tug'ilgan bolalar kasalligi. Ya'ni bunda oshqozon ichak traktining xohlagan qismida
ichaklarni butunligi, ya'ni nekrozi kuzatiladi, teshilib, qorin bo'shlig'iga axlat chiqadi, ichaklar bir-biriga yopishib ketadi. Qorin bo'shlig'iga kirganingizda shunaqa bir katastrofik holatga tushasizki, qaysi zonadan qanaqa qilib o'sha anatomiyani tushunishga malakali xirurg ham qiynalib qoladi. Bo'lgan bizda mana Alisher akam guvoh bu narsaga. Bu operativ muolaja adashmasam 8-8,5 soat davom etgan. Ya'ni qorin bo'shlig'i 1,5 kilolik bola, uni ichagini endi diametrini oladigan bo'lsak 0,7-0,8, jimjimalog'ingizdan 2-3 barobar kichkina uni bir-biriga tikish, bir vaqt o'zida bir nechta joylarda teshilish, nekrotik uchastkalar, ya'ni bir-biriga ulash, undan keyin ya'ni uni teriga vaqtinchalik axlat chiqaruvchi ichakni chiqarib qo'yish, ya'ni biz tilda stoma chiqarish juda ko'p vaqt olgan. O'sha bemorimizda o'sha 8-8,5 soat operativ muolaja bajarilgan. Alisher aka, menga aytganingiz bo'yicha savolim bor edi. Eng ko'p operatsionniy xonada bo'lgan vaqtingiz? Qarang, endi yoshlikda bu studentlikda men aytdim-ku, kirib yurardim. Kattalar xirurgiyasida 21 soat operatsiyonga kirib, 21 soatdan keyin chiqqanman. Shoshilinch kasallik kelavergan 17-shifoxonada. Endi u 99-yilda edi, u payt 4-kurs student edim. Endi как assistent yordam berardim. O'shanda 21 soat operatsiyondan chiqmaganmiz. Ketma-ket kasal kelavergan, ответственный ko'raveradi bizni bu yoqdan operatsiyaga. Bu yoshligimda, o'zim praktikamda menimcha eng ko'p 8,5 soat. 2 marta bo'lgan. 2 marta bo'lgan, og'ir holatda. No, xudoga shukr, yaxshi chiqqanmiz, ijobiy chiqqan kasallik keyin. Самое главное itok yaxshi bo'lgan. Gap vaqtda emas, gap kачествоda. Bir xillari tez qilib chiqaman deb o'ylaysizda qolib ketasiz. Bir xillari yo'q, buni uzoq bo'ladi deysizda, вообще bukvalno 3-4 barobar tez ishlab chiqasiz. Menimcha mana Avazbek boy aytgandek, hamma so'raydi, necha soat bo'ladi. Hozirgi kunda soat rol igrat qilmaydi. Hozirgi kunda asoratsiz chiqish kerak. Hozirgi kunda anesteziologiya reanimatsiya rivojlangan. Narkoz oldingidan tubdan o'zgargan. Masalan, 20 yil oldingi narkozdan hozir farqi bor. Shunga menimcha hozir данный moment vaqt rol igrat qilmaydi. Rezultat bo'lish kerak, to'g'ri anatomiya tiklanish kerak. Shu menimcha, ya'ni menimcha qo'shilsa kerak Endi operatsiyadan tashqari ordinatura Toshkent pediatriya meditsina institutini klinikasida o'tganman. Alisher akam biladida, men birinchi kurs klinika ordinaturada menda hozirgi kungacha kundaligim saqlangan. Birinchi yili 309 kun dejurstvoda qolganman. Bir yilda 365 kun bo'ladigan bo'lsa. Yashaganman. Yashaganman. Ikkinchi yili 216 kun anaqada dejurstvoda turganman. Har bitta o'sha kunlar, har bitta dejur qolgan kunimda qisqa bir 8 qator dnevnikka yozib borganman. O'sha nima qilindi, nima bo'ldi, o'sha haligacha saqlanadi. O'zi yaxshi xirurg bo'lish uchun menimcha yoshlikda, studentlikda baribir kichkina bola bir narsasidan ma'lum deydi-yu, xirurgiya ham shunaqa. Menimcha yaxshi xirurg baribir shu studentlikdan borib yurib sevgan, o'zini kasbini sevgan odamdan chiqadi. Bunaqa masalan hozir kontraktda o'qitish mumkin, yana boshqa narsalar chet elga jo'natib yuborishingiz mumkin, lekin bolani o'zida bo'lmasa qiyin. U ko'ryapmiz, hozir yoshlar juda rivojlangan. Men havasim keladi yoshlarga. Xuddi shunaqa yoshlarning ko'pi вообще qiziqishi yo'q. Ular ko'proq hozir finansiy tomonga qiziqadi. Boshlasam deb, men zo'r xirurg bo'lib ketsam, tez pul topib, shu bo'lim mudiri bo'lib, или там professor bo'lib olay tezroq, shu hozir bilmayman, bu balkim hozir davr o'zgarganmi, lekin akseleratsiya. Da, shu 3 yilda сразу topoviy bo'lib olsam deydi. Masalan, men o'zim tibbiyot sohasida o'qiganim uchun bilaman, birinchi kursda kirganimizda 30 ta student bo'lsa, undan 15 tasi o'g'il bola edi. 15 ta studentdan 14 tasi xirurg bo'laman degan. Lekin gruppamizdan xirurg chiqqani yo'q.
Chunki hamma 6-kursgacha uni qiyinchiligini ko'rdi. Aha. Keyin shunaqa fikr bor, xirurg ordinaturani bitirib yoki magistraturani bitirib ham eng kamida 6-7 yil shogird bo'lib, keyin qo'pol qilib aytganda yaxshiroq pul topishni boshlaydi degan narsa bor. Shu narsa qanchalik to'g'ri? Ya'ni qolgan masalan terapevtik shifokorlarga qaraganda kechroq moddiy barqarorlikka erishadi degan gap bor. Bu 100% to'g'ri. Masalan, men o'zim tengdoshlarim bilan olaman, solishtiraman. Meni tengdoshlarim, sinfdoshlarim уже званияli bo'lgan, qaysidir departament anaqa bo'lim boshlig'i bo'lishgan yoshligida. Men hali to'g'risini aytaman, даже obedlanishga pulim bo'lmasdi bir xillari. Bu kunlarni o'tgan hammasi. Men o'ylayman, chet elda ham shunaqa faqat yaxshi doktor faqat boy oiladan chiqardi chet elda. Chunki birinchidan o'qitish qimmat. Ikkinchidan bizada-ku хотя бы 30 yoshdan doktor bo'lib operatsiya bajarsa bo'ladi. Chet elda вообще 40-45, 50 yoshda operatsiya qilishni boshlaydi. Chunki ustozlari bor, etaplari bor. Masalan, faraz qiling, tengdoshlari 30 yoshda уже bankda qaysidir bo'lim boshlig'i bo'lsa, siz hali bu yoqda o'qish endi bitirdimi, yo'qmi hali 30 yoshda. Amaliyot har bitta operatsiya, bitta xastalikni o'zini masalan 10-15 xil operatsiya turi bor. Как shaxmatni xodini yodlaganingizda siz grossmeyster masalan har bitta xodini nechinchi yil qaysidir shaxmatist bunaqa yurgan. Siz har bitta xastalikni shuni bir 10-15 xil operatsiya turini bilishingiz kerak. Masalan, men sanashga harakat qilganman. Где-то bir 200 ga ortiq operatsiya turini bilar ekanman. Endi faraz qiling, har bittasini o'rganishga qancha vaqt ketadi? Bu oson emas xirurg bo'lish. Realni oson emas. Menimcha hamma bu narsaga qo'shiladi. Finansiy tomoni bu уже ikkilamchi tomon. Bu xirurg bo'lish uchun menimcha juda katta sevgi bo'lish kerak o'zini kasbiga. Mana shu narsalardan o'tib bo'lish kerak. Chunki yoshligimizda aslida yosh xirurgda pampersga pulim bo'lmasdi. Ko'proq dejurstda turardim, чтобы oyligim kattaroq chiqsin. Lekin hozirgi kunda bizaku hozir mana Xudoga shukr rivojlanyapti hozir oyliklarimiz markazimizda aslida. Yosh xirurglarga juda qiyin bu narsani qabul qilish. Shu uchun ham hozir xirurgiyaga kam odam kiryapti. Mana oxirgi 5 yil, 6 yilga qaranglar, xirurgga вообще hech kim kirmayapti. Chunki chet elda ham shu muammo. Chet elda ham даже doktorlari boshqa kasblardan ko'ra stressiy faktori juda baland, oyliklari по сравнению boshqa kasb bilan past. Shu uchun butun dunyoda yetishmovchilik hozir medsestra, mладший medpersonal bilan shifokorlar, особенно узкий специальность просто катастрофически yetishmayapti. Shu uchun mana bizda hozir eshiklar ochiq, xohlasak уровеньlarni topshirib, mana Germaniya, Yevropaga ko'p davlatga chaqirishadi. Topshirib o'tib ketsak bo'ladi. Vatanimizni sevamiz. Mana shu urf-odatlarimizni sevamiz va bilmayman, hozirgi kunda komfort bo'lgani uchun plus menimcha katta plus bu yaqinlarimiz oldimizda bo'lgani uchun ketmayapmiz-da. O'ziga siz xirurg bo'lguningizcha qanaqa qiyinchiliklardan o'tgansiz, именно moddiy va ma'naviy tomondan? Endi meditsinami, boshqami, любой sohani oling, har bitta talaba ma'lum bir qiyinchiliklardan o'tadi va unga ko'nikma hosil bo'ladi, ketadi. Bolalar xirurgiyasi, umuman xirurgiya oladigan bo'lsak, bu aniq fanda. Shuning uchun xirurgiyada mana Alisher akam aytdilar, yildan yilga ordinatorlar, magistrlarning sonini kamayishi. Endi nima qiladi? Xalq, insoniyat borki, yashashdan maqsad yaxshi yashashda. Shuning uchun hozirgi kunda bolalarimizni ularda fikrlash doirasi boshqacharoq o'zgardi. Nima uchun men 20 yil vaqt ketkazib keyin pul topishim kerak? Chunki men hozir o'qidim, bitirdim, pul topishim kerak. Tezroq pul topishi, tezroq boyishi, osonroq boyish yo'llarini ko'rib chiqishadi. Chunki tezroq hamma narsaga erishishimiz keladi. Xirurgiya unaqa emas. Xirurgiyada shunaqa maqol bor. Xirurgiya kosasi 40 yoshdan keyin oqaradi. Nima uchun? 40 yoshdan keyin pul topish emas. Yaxshi xirurg, misol uchun hamma xirurg operatsiya qilishi mumkin va o'ziga отчет bermasligi mumkin. Yaxshi xirurg qachon shakllanadi? Qachonki asorat bu неизбежно, bundan qochib qutula olmaysiz. Hammada kuzatilishi mumkin bo'lgan narsa. Chunki
elektrik degan mana soha bilasiz. U ham 2 marta yanglishadi. Birinchisi o'sha kasb tanlab, ikkinchisi tokdan. Xirurgiyada ham xuddi shunaqa bizga bog'liq bo'lmagan holatda rivojlanishi bo'lgan asoratlar bor. Agar yaxshi xirurg bo'lish uchun nima uchun vaqt kerak bo'ladi? Chunki Alisher akam aytib o'tdilar, ma'lum bir bosqichlardan o'tish. Yaxshi xirurg qachon? Nima uchun xirurgik kosasi 40 yoshgacha oqarmay boradi? Yaxshi xirurg bo'lish uchun o'zida rivojlangan asoratlarni bartaraf qila oladigan xirurg yaxshi xirurg hisoblanadi. Bu narsa vaqt bilan keladi. Shuning uchun buning uchun ko'proq o'qish, ko'proq maktablarni ko'rish shu narsani sizda shakllantiradi. Baxtga qarshi men buni ochiq oydin ayta olaman. Hozir bolalar xirurgiyasini 100% xirurgi misol tariqasida oladigan bo'lsak, o'shani 80% grija secheniya, ya'ni kichik operativ muolajalarga o'tirib olishgan. Nimaga? Chunki bosh qotirgisi kelmaydi. Bitta anomaliya bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, bu целый bitta bir asar bu. Tushunyapsizmi? Buni tashxisladingiz, operatsiya qildingiz. Operatsiyadan keyin shunday kasalliklar bor. 5 yillar davomida reabilitatsiya qilishingiz kerak. Ya'ni mana Alisher akam biladilar, orqa chiqaruv teshigini tug'ma bo'lmaslik, atreziyalar, axlat tuta olmaslik, ularni qanaqa qilib bartaraf qilish, qanaqa muolajalardan o'tish kerak yoki boshqa bir kuchli rivojlangan kuchli anomaliyalar, ular bilan yashashingiz kerak, ular bilan ishlashingiz kerak. O'shandan keyingina sizda natija bo'ladi. Shuning uchun birinchidan shu xirurgik kosasi 40 yoshda deganimizni negizida shu narsa yotibdi. Ya'niki shu 26 yoshdan xirurg bo'lib ishlaydigan bo'lsangiz, kamida 10-15 yil siz yaxshi maktabni ko'rib, o'sha maktabda kerakli bo'lgan hamma bilimlarni olishingiz kerak. Meditsinaning boshqa yo'nalishlari bor. Ya'ni misol uchun men ularni sanab o'tmayman. Hamma biladi. Ular misol uchun частный, xususiy klinikalarga juda mo'ljallashgan. Ya'ni bu misol uchun nevrologiya, gastroenterologiya, boshqa hokazo. Bunaqa shifokorlarda qanaqa bo'ladi? Ular obedgacha davlat anaqasida uchrejdeniyasida ishlaydigan bo'lsa, obeddan keyin mahal, ya'ni xususiy klinikaga chiqadi, bemalol ishlaydi. Endi men Alisher akam bilan o'zim bitta anomaliyasi mavjud bo'lgan kasalni olib chiqib, xususiy klinikada operativ muolaja qilib, uni oyoqqa qo'yib chiqarib yuborishim uchun kamida 10 kun vaqt kerak bo'ladi. Mani ayrim kasallarim 5 kun, 6 kun davomida tayyorlanadi. Operatsiyadan keyin 4, 5, 6 kunlab reanimatsiya bo'limida yotadi. Reanimatsiya bo'limida bir kun yotish bilasiz, bu katta pulni, moddiy mablag' talab qiladi. Shuning uchun ularda 70-80 million to'lab, ya'ni xususiy klinikada bu operativ muolajani o'tkazish imkoniyati bo'lmaydi hamada ham. Shuning uchun bizga kelishadi, bizda shu order asosida yotadi va shu bilan ularni qilamiz. Qo'shimcha yana qo'shsam, mana yosh bilan katta opitli xirurgga ko'pincha ahamiyat beramiz. Yosh xirurglar buni qilib yuboraman, uni qilib yuboraman deyshadi. Bilasizmi? Bir xillari mana eshitamiz. Kongresslarga borganda, обществоlarga borganda biz uni qilyapmiz, buni qilyapmiz, bu operatsiyani bunaqa qilib yuborish kerak. Bilasizmi nimaga? Chunki yosh xirurg asoratlarni, ko'p katta asoratlarni hali ko'zi ko'rmasligi mumkin. Ko'rmagan bo'lishi mumkin. O'ylaydi har doim silliq o'tadi deb. Katta xirurg, opit katta xirurg, o'sha asoratlardan o'tib bo'lganidan keyin shu tinchgina qo'y deydida, qila olsa ham shunda 2 marta o'ylab, 7 marta o'lchab keyin oladi. Yosh xirurg keladi, buni men qilib yuboraman, buni qilib yuboraman deydida, keyin kirgandan keyin bitta asorat bo'ldi, shu bilan karyerasi buzilib ketishi mumkin. Bizani vazifamiz yosh katta xirurglar, shogirdlarimiz bor mana hammamiz. O'zimiz ham kechagi shogirdlar endi yoshimiz ham 50 ga qarab ketyapti-yu. Vazifamiz shu yoshlarni o'sha asoratdan oldini olish, ertaga sinib qolmasligi. Chunki bitta amaliyot ham yetadi sinishiga, yig'ishtirib olishiga yetadi. Chunki odam o'zini kechira olmaydi, shundan keyin nafrat tuyg'usi paydo bo'ladi o'zini kasbiga. Bizning vazifamiz shuni silliq o'tkazish. Ertaga biz vechniy emasmiz, bizning ustozlarimiz ham vechniy bo'lmagan. Bizga berishgan bizning vazifamiz shuni keyingi pokoleniyaga sekin o'rgatib. O'sha yerda bir og'iz sana qilib ketmoqchiman. Maktab ko'rish kerak degan narsa juda ahamiyatli. Men misol uchun ustozimdan shunchalik minnatdorman, ustozim Aliyev Mahmud Muslimovich. Chunki ular shu odam shunaqa avaylab bizni olib borganlar-da, shu asoratlarga qanday yondashish, asoratlar kuzatiladigan bo'lsa, undan qanaqa chiqish.
shunchalik avaylab olib keldilarki, xirurgik ruhiyatni sinishi juda ko'p uchraydi Alisher akam aytganlarida. Ya'ni bitta asorat bo'ladi. Bu o'lim bilan yakunlanishi mumkin. Xirurg shunaqa depressiv holatga tushadiki, undan keyin xirurgga qo'li sindi deyishadi bizning tilimizda. Undan keyin o'nglab ololmaydi ko'pchilik. Shuning uchun bu yerda ustozni ham ahamiyati juda katta. Ya'ni shu yaxshi maktabni, yaxshi insonni qo'lida ta'lim olib, u sizni avaylab, hamma narsani tushuntirib olib chiqadigan bo'lsa, bu narsa menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Alisher aka, sizni holatingizda juda ko'p anomaliyalar uchraydi. Rok anomaliyada ko'p uchraydi. Asosiy shu bilan shug'ullanamiz. Demoqchiman, siz shu sohani ichidasiz. Xalqimiz uchun maslahat bersangiz, qarindoshlik Bu bizani bich bu. Bu ko'p og'ir xastaliklar keladi. Anamizni surishtirsangiz, o'sha qarindoshchilik. Buni bilmadim. Buni qanaqadir xalqqa shu asoratlarni ko'rsatish kerakmi deyman Avazbek. O'sha og'ir xastaliklarni ko'rgandan keyin balkim ko'zi ochiladimi? Bir xillari hayron qoladiganim, mana bitta oila, birinchi farzandi nogiron, ikkinchisi nobud bo'ldi. Uchinchisi yana nogiron. To'g'riligimiz harakat qiladi. Bitta bizani soha emas, любой mana lor masalan, yo pediatriyada, gastroenterologiyada, faqat xirurgiya emas, boshqa sohalarni ham olsak, oftalmologiyani olsak. Lekin yana tug'adi-da. Hatto ularga zapret qo'yilgan. Men nimaga achinaman? Nima uchun налогоплательщиклар bu davlat to'laydi-yu, davlat hisobiga-yu bu. Nima uchun shularni qanaqadir to'xtatmaydi bilmadim. Уголовный ответственность kirgizish kerakmi? Chet elga o'xshab. Davlat har bitta kasalga nech pul ajratadi? U pulni qayerdan oladi? Sizlar bilan bizani oylikdan, налогdan ketadi. Davlat boyliklari bu hammasi. Men shu narsalarga ko'proq agitatsiya qilardim shu televideniyada ham. Qarindoshchilikni menimcha bekorga emas, o'sha narsani zapret qo'yish kerak. ZAKSdan o'tayotganini o'zida o'sha to'xtatsa bo'ladi u narsani. Bilmayman nimaga hali ham biz просто shu bolalarni ko'rganimizda to'g'risi achinaman. Men ota-onaga hech qachon achinmayman. Men har doim bolaga achinaman. Bola просто aybdor emas. Ota-ona uzr-ku, hammaga emas bu gap. Endi ahmoq bo'ladi. Uchraydi unaqa ahmoqlar juda kam. No, bola aybdor emas u narsaga. Shu uchun bizga kelganda doktor qanaqa muomala qilar ekan, nima qilar ekan degan men hammasiga yetadigan gapim, bola aybdor emas ota-ona qanaqaligiga. Bola tanlamaydi ota-onani. Demoqchiman, ko'p aytilinadi, televideniyada ham aytiladi, targ'ibot qilamiz biz lekin ham bor. uni kelib chiqishini ko'pchilik bilmaydi, nimaga olib kelishni. Hamma bo'lmaydi deydi, lekin nimaga bo'lmasligini ko'pchilik. Shuni menimcha biz peredacha qilish kerak-da, yo saytimizga ham qo'yishimiz kerak shu bolalarni. Ko'rsin qanaqa qiynalayotgan bolalarni. Keyin menimcha tavba qilsa kerak bu narsaga. Bu bo'yicha maxsus bitta anaqa tayyorlasak bo'ladi. Meni nazdimda 3 ta narsaga ruxsat berilishi kerak emas. Birinchisi bu qarindoshlar o'rtasidagi nikohga. Bilasiz, yaqin qarindoshlardan invalidizatsiya, ya'ni invalid bolalarning tug'ilishi 75%, uzoqroqdan 25%gacha. Ya'ni 75 4 ta farzandli bo'ladigan bo'lsa, 3 ta invalid bola tug'ilishi ehtimoli bor. Uzoqroqlarda bitta. Ikkinchi narsa yosh turmushga uzatish, yosh uylash, ya'ni baxtga qarshi 16-17 yoshli qizlarimiz turmushga uzatishadi. Ya'ni bunaqa qizlar bunaqa yoshda hammasi ham tug'ruq jarayoniga, homilador bo'lishga tayyor bo'lmaydi. Bu ham o'z navbatida anomaliyalarni. Bolalik 18 yoshgacha hisoblanadi. Qonun bilan bu narsalar taqiqlangan bo'lsa ham, ayrim holatlarda hozirgacha kunduzda ham ko'p uchrab turibdi. Bu ikkinchi muammomiz bizni. Uchinchi muammomiz tug'ruqqa tayyorgarchilik. Bizda hech narsa, endi men hammani aytolmayman, rejalashtirilmagan homiladorlik, ya'ni tug'ruq protsessi juda ko'p. Ya'ni homilador bo'lishdan oldin ayol kishi, erkak kishi med ko'rikdan o'tib, bizda hozir qanaqa? Turmushga chiqishdan oldin med ko'rikdan o'tkaziladi, qanaqadir bir og'ir xastaliklari, yuqumli kasalliklari yo'q, psixologik sog'lom, shu bilan to'y bo'lib ketadi. Lekin tug'ruqgacha bo'lgan jarayonni ham kontrol qila bilishimiz kerak. Ya'ni
ayol kishini homilador bo'lishga tayyorgarchilik, ya'ni qanaqadir ginekologik nuqsonlari, o'sha ginekologik a'zolarida kuchli yallig'lanish prosesslari va qanaqadir boshqa bir muammolari bartaraf qilingan holatda yigitimiz ham albatta tug'ruqqa shu farzandli bo'lishga tayyor bo'lish kerak. Mana shu 3 ta unsurni agar yo'lga qo'yadigan bo'lsak, menimcha bizda mana bunaqa har xil Qo'shilaman 100%. nuqsonlar kamaygan bo'lar edi. Keyingi savol, agar sog'liqni saqlash vaziri bo'lib qolganingizda bir kun, bir soat nima qaysi tizimni o'zgartirgan bo'lardi yoki qaysi yangi qonun chiqargan bo'lardi? Kelinglar shuni bolalar xirurgiyasi Bolalar- nazdidan aqlamiz. qarang. Nima qilardik? Man masalan bu narsa bilmadim-u, qachon vashi bo'ladimi yo'qmi? No, men aytmoqchiman, mayli u bo'lishimiz bo'lmasligida emas, biz avvalambor shu meditsinamizni ko'tarish uchun. Birinchi bilasizmi nima qilardim? Birinchi kачествоni to'g'rilardim. Chunki 100% ga olsak doktorlarni, menimcha где-то 30% bor yo'g'i dostoyniy. 70% просто проходимцы. Men sonini kamaytirardim. Bu bir. Ikkinchisi, bitiruvchi universitetda sonini ko'paytirgan, meditsinskiy universitetlarning soni ko'paytirgani bilan качество yo'qolyapti-yu. Yaxshisi universitet kam bo'lsin, son kam chiqarsin, no качествоni chiqarsin. Mana institut bitirganda men kontraktning osnovaga o'tardim. Masalan, deylik, Surxondaryoning bir viloyatida Boysunda masalan menga детский xirurg kerak. Men hokimiyatga ham yaxshi-yu, hokim masalan zo'r больница qurib beradi-da, и o'sha yerda определённый pul ajratadi, и главврач kontrakt osnovada oladi. Konkurs объявлять qiladi. Masalan, oyliging $3000 oyiga 12 ko'paytirib qancha bo'ladi? 36. 36 ming mana kontrakt 5 yilga. Ko'radi, tender объявлять qiladi, doktorlar chiqadi o'zi, ishoning. U shart emas uni kimga qatgadir jo'natishi. Kontraktda 36 ming ishlayotganman deydi, kontrakt qo'yadi, bo'ldi, o'tiradi o'sha yerda. Specialist boradi, ishlaydi. Bizda hozir nima? Bizda stavka, hali ham sovetskiy sistema. Bitta gohida stavkada 5 ta doktor o'tiradi, ishonasizmi? Bitta joyga borganimda anaqa operatsion mestrasi laboratoriya stavkasida o'tirganmish. U как men bu Raykinni aytgandek, na stavka lva сидит ishak deylikda. Nu, o'shanga o'xshatishlar-da endi. Bu bekorga hazil bo'lmagani bu narsalar. Menimcha bu stavkani ko'rsatish, o'zgartirish kerak, tubuman o'zgartirish kerak. Именно kontraktning osnovaga o'tish kerak. Kontrakt masalan bitiruvchi или o'sha ordinaturani masalan yiliga 5 ta magistr bitirsa, o'sha klinikalar keladi-da, aytadi, menga mana shu doktor kerak shu pozitsiyada. Vыбор qilib tanlab oladi. Stavishni sistemani yo'qotish kerak. Bu birinchi eng asosiy qiladigan narsa, men shuni qilardim. Keyin Minzdravni menimcha to'liq ta'minotini o'ziga olish kerak. Ikkinchi narsa, davlatdan qisman finansирование bo'lish kerak, определённый sohalarni, da, ekstern slujbalarni, no. Qolgan narsani ishoninglar, Minzdrav o'zini o'zi eplaydi. Mana частный klinikalar nima uchun ko'payib ketyapti? Значит, eplayapti. Samofinansirovaniyaga o'tish kerak. Страхованиyalar bilan ishlab samofinansirovaniyaga o'tish kerak. Davlatga ham nagruska bo'lmaydi. Bu ikkinchi masala edi. Mana shu ikkita narsani qilganda menimcha juda katta o'zgarish bo'ladi. Страхованиyaga boya aytganimdek, o'tdik обеспечение 100% практически. Oldin bizlar ko'zimiz ochiydi, ipli yetmasdi, u yetmasdi. Hozir ko'zi to'q doktorlarimiz. Hozir pochkalab iplar taxlangan. Одноразовый hamma narsa. Уже ishlatamiz, tashlanadi, hammasi sanpin bo'yicha, qoida bo'yicha. Bilasizlar, ISO oldik yaqinda, markaz O'zbekistonda birinchilardan. Страхование pluslari bu. Xalqqa plus bu. Keyin ertaga страхование bo'lgandan keyin, masalan, страховка hamma ham bera olmaydi. Davlat ishiga kiradi, shu страховкani olay deydi. Harakat bo'ladi davlat ishiga kirishga. Bilmayman, buni menimcha ikkita asosiy narsa bu kontraktning osnovaga o'tish kerak, sonini, institutlarning качествосini ko'paytirish kerak. Hozir sizning fikringizcha? Agar tuban shu bolalar xirurgiyasini ministr bo'lib qoldim, bolalar xirurgiyasini qanaqa qilib rivojlantirasiz degan savolingizga bolalar xirurgiyasi misolida tushuntirmoqchiman, o'zimning qarashlarim. Misol uchun, aytaylik, 1 yilda respublikamizda bolalar xirurglari 100 dan ortiq
bolalar xirurglari davlat hisobidan 100 dan ortiq. Davlat hisobidan. Endi bu to'liq bir statistik ma'lumot emas. Meni fikrimcha 100 dan ortiq bolalar xirurgi chet ellarga chiqib 3 oy, 1 oydan 3 oygacha yoki 3 oydan 6 oygacha, ayrimlari 1 yilgacha chet davlatlar, ya'ni dunyoning rivojlangan davlatlarida o'qib kelmoqda. Endi 100 dan ortiq qarang. Endi bolalar xirurgiyasi yo'nalishini oladigan bo'lsak, endi bolalar xirurgiyasi boring mana tarakal xirurgiya deylik. Kardiak xirurgiya, tarakal xirurgiyani ichiga kiruvchi. Undan tashqari mana gepatobiliar sistema xirurgiyasi, abdominal xirurgiya, koloproktologiya, urologiya, travmatologiya, ortopediya boring qo'shib bu narsa qilsak, boring 12 ta yo'nalish deylik. 12 ta yo'nalish bo'yicha juda ko'pchilik davlat tomonidan o'qib kelmoqda. Men nima qilgan bo'lardim? Buni sistematizatsiya qilardim. Ya'ni har bitta bolalar xirurgiyasi yo'nalishi bo'yicha 2 tadan komanda tuzib, o'sha komandaga kecha bitirib kelgan, tilni zo'r biladigan bola emas, o'zini optiga ega bo'lgan, qo'lidan juda ko'p ish keladigan, xirurgiyada ya'ni juda ko'p yutuqqa erishgan 2 ta komandani aniq qilib, kerak bo'lsa, lozim bo'lsa, ularning ichiga ingliz tili yoki nemis tilini yaxshi biluvchi meditsina xodimini qo'shib bitta komanda qilib o'qitardim 1 yil davomida. 1 yil, 1 oy, 2 oy, 3 oy, 5 oy bu bolalar xirurgiyasi uchun yetarli o'qish muddati emas. Kamida 1 yil o'qitib, o'sha komandani to'la to'kis o'rganib bo'lgandan keyin o'sha 2 ta markazda ishlaydimi, o'sha markazda keyin biz viloyatlarni rivojlantirish uchun endi viloyat xodimlarini, bolalar xirurglarini o'sha markazlarga chaqirib, o'sha komanda orqali ularni o'qitardim. Birinchidan bu taktika davlatda juda ko'p pulni tejab qoladi. Ikkinchidan hozir mana viloyatlarga borib operatsiya qilamiz. Viloyatga borib operatsiya qilganingizdan keyin yoki rayon uroveniga borib operatsiya, siz katta anomaliyani operativ muolajasini bajaryapsiz. Uni reabilitatsiyasi bilan kim shug'ullanadi? Bu yoqda biz operatsiya qilamiz. Agar biz bitta anomaliyani operatsiya qiladigan bo'lsak, kamida 10 kun yashashimiz kerak. Bu yoqdagi operatsiyani sentrdagi kasallarga qanaqa bo'ladi? Menimcha bu narsani hozirgi mana viloyat, rayon, qishloq urovenda bolalar xirurgiyasini rivojlantirish uchun oldin komandalarni shakllantirib, birinchi respublika urovendagi komandalar, undan keyin respublika urovendagi komandalar, viloyat urovendagi komandalarni o'qitish kerak. Undan keyin viloyat uroveni, keyin rayon urovenda. Tushunyapsizmi? Shuning uchun operatsiyalar ham bo'linadi toifaga. Qaysidir operatsiya rayon urovenda, qaysidir operatsiya viloyat, qaysidir operatsiya respublika klinikalarida bajariladi. Ana o'sha hisobiga biz birinchidan juda ko'p pul tejaymiz. Ikkinchidan biz o'qigan narsani realizatsiya qilishimiz mumkin. Endi kecha magistraturani yoki ordinaturani bitirgan, hayotida bitta anomaliyani o'zi mustaqil operatsiya qilmagan bola 1 yil borib o'qiydigan bo'lsa, u ilm olib keladi. Tushunyapsizmi? U ilm olib keladi, hunarini qila olmaydi. Kelib u ayertaga operatsiya qila olmaydi. Shuning uchun menimcha bu yo'l meni nazdimda to'g'riroq bo'ladi. Ko'ryapsizmi, o'qish borib o'qib kelish deyapti. Bizda hozir nima bo'lyapti? Bizda hozir bilmayman, diplomini ham tekshirmaydi, litsenziya yo'q. Chet eldan kimdir kelyapti-da, operatsiya qilib ketyapti. Bizda yana bitta katta minus menimcha любой davlatdan любой odam kelib operatsiya qilib ketishi. Nimaga men borib Turkiyada operatsiya qila olmayman, Amerikada qila olmayman? Chunki litsenziyani o'tishim kerak. Qozog'iston ham kirgizdi shu narsani. Qozog'istonda ham men o'zi borib operatsiya qila olmayman. Men litsenziyaga topshirishim kerak. O'shani menga miqdorda beradi. Men yaqinda borib keldim. Частный klinikaga, universitet klinikaga chaqirishdi bir maslahat bilan. Ularda ham o'sha shu narsa kirdi. Nimaga bizda haligacha bilmaymiz, u o'zi doktormi, yo qo'ldan bevat qilyaptimi, yo o'rganishga kelyaptimi bu yoqda. Men shuni qanaqadir kontrolga olish kerak. Kelyapti-da, любой klinikada kimdir reklama qilishyapti, kelyapti. Bizda ham yetarli specialist. Men o'ylamayman, что bizda doktorlar shunchalik saviyasi past deb. Da kam ular, kam, согласен. Но men shu litsenziyavaniyani ham to'g'rilash kerak. Hozir bizga bilmaymiz kimlar kelyapti, kimlar operatsiya qilyapti. Qaysidir masalan davlatdan kelib reklama qilishadi. Qayda-kak men ishoning yosh doktorlarni bilaman. Men shu masalan aytardim, hozir men reklama olib ketadi. Peresadkalarni ham bemalol qiladi. Viloyatlarga borib peresadkalar qilishyapti. Buyrakka ham, jigarni ham yosh specialist. У narsalarni ular даже reklamada не нуждаются, но
man shu narsaga qo'shimchasiga aytmoqchiman, shu narsani davlat qanaqadir kontrol qilish kerak. Ko'ra olmaslik emas bu. Просто bu sistematizatsiya. Nima uchun bizaga ne dozvolено, a kому-то dozvolено. Kimgadir mumkin, bizaga mumkin emas. Masalan, biz ham chetga chiqamiz, ko'ramiz. Bizni yengilroq usulda men qilib beraman bu narsani, lekin dostуп yo'q. O'rgatyapman. Mumkin emas. Chunki yuridik mumkin emas menga. Qo'rqadi. Bilib turibdi, bizning saviyamiz, masalan, imенно texnik qo'l kelgan xirurg qila oladi. Ruxsat yo'q. Chunki javobgarligi bor. Bizda mana shu nyuansi ham bor. Shu tomonlarini ham sal kontrol qilish kerakmi deyman. Endi oxirgi savolim sizlar uchun. Alisher aka, siz ota-onalarga nima maslahat bergan bo'larsiz farzandini masalan yaxshi, to'g'ri, sog'lom katta qilish uchun? Qarang, men bu уже yakuniga keldik shekilli-da. Men ota-onaga hozirgi zamonda menimcha bolalarga sal vнимание, e'tibor kerak. Chunki biz ishlaymiz deb bolalar e'tiborsiz qolib ketyapti. Birinchi tavsiyam bu e'tibor. Chunki hammamiz birinchi o'rinda menimcha oila turadi, hammamiz. Kasb sevamiz, boshqa sohada любой, oila birinchi, oila muqaddas bu. Shunga e'tiborli bo'lish kerak farzandlarimizga. Gohida mana shu oddiy telefonlarini kontrol qilish. Hozir bu bich menimcha telefon. Necha soatlab degradatsiya, o'yin kasalliklari, juda ko'p muammolar. Sifroviy autizm. Sifroviy autizm masalan, nima uchun hozirgi bolalar kech gapiryapti? Chunki telefonni berib qo'yamiz qo'liga, shu jim o'tirsin, ovqatini yesin, baqirmasin, yig'lamasin deysiz. Shu uchun hozir ahamiyat bersangiz, bolalar kech gapiryapti. Oldin 2 yoshda, 1 yoshda уже so'zlarni gapirsa, hozir 4-5 yoshgacha. Keyin nima bo'ladi? Autistmi bolam deb ikkilanadi ota-ona. Birinchi, значит, shu uchun e'tibor, ikkinchisi bu bolalarni tilga o'rgatardim. Til bu, har bitta til bu bitta dunyo. Uchinchisi, doktorga kelganda ota-onalar uchun maslahatim, bitta doktorga kelib bir xillar doktor ayblashadi, lekin asli o'zim men ota-onani ayblardim. Bola kasalligiga birinchi bo'lib ota-ona o'ziga savol berish kerak. Nima uchun kasal bo'ldi? Men e'tibor bizdan bermadim. Bizda doktor aybdor hammasiga. Doktor qayerdan bilsin uyingda nima bo'layotganini. Kech olib kelvasan. Shunga ota-ona o'zini ustida ham ishlash kerak. Kitob o'qish kerak. Menimcha hozir prezidentimiz ham bekor etmasa kerak, kitob, kutubxona. Chunki o'qigan odam saviyasi baland bo'ladi. Har doim o'zini aybdor deb hisoblaydi, keyin boshqalarni. Doktorga kelganda ham doktorning muomalasi, bilimi уже 5 minut gaplashganda ma'lum bo'ladi. Shunga baribir shunda ham ota-ona o'zi ham sekin ochib Google qilish kerak. Hozir GPT-4 chiqdi. Masalan, hozir sinab ko'rsangiz ham bo'ladi, diagnoz ham chiqarib beradi. Doktor analizlarni bering, chiqarib beradi, keyin siz borib doktor gapirsa, eshitsangiz 20 yillik stajli doktor ham shu gapni gapiradi. Hozirgi zamonda juda informatsiyaga ega bo'lish juda oson. Lekin sal urg'u berish kerak bu narsalarga, ahamiyat berish kerak. Bitta doktor bilan mayli to'xtamasin, boshqa markazlarni ko'rsin, boya avaz etgandek. Biz ham shu imkoniyatni beramiz. Chunki yoshligimda men harakat qilardim, men qilib beraman, tushuntirib berardim, buni qilish keraksa, ota-ona qochadi. Chunki oson erishyapti-da hamma narsasiga. Diagnoz to'g'ri qo'yib berasiz, sraz qilib berasiz, qadriga bormaydi. U bir xillar tushunardi. Men hamma narsani tushuntirib beryapman. Nimaga bu rozi bo'lmayapti operatsiyaga? Nimaga samniyaniyaga boryapsa, bari yoshga qarashadi-da ular. O'sha payt boshida juda stalkis. Keyin nima qildim? Nima kerak bor, menga tushuntirib berdim bunaqa daskanal. Informatsiya berardim, bor, ko'r, chunki baribir не переубедишь. Mana 5-6 ta joy borib, ko'rib, gaplashgandan keyin bittasida to'xtaydi. To'xtamga keladi. Avazbek, nima deysiz? Avazbek, sizga boshqa maslahat so'raymiz sizdan. Hozirda xirurg bo'lmoqchi bo'lgan, hali xirurgiyani qiyinchiligini bilmaydigan, xirurgiyani faqat kinolarda ko'rgan yangi studentlarga, yangi talabalar, tibbiyot studentlari, xirurg bo'laman degan studentlar avvalambor 1-3 kursda o'qishadi. 4-5 kursdan уже qiyinchiliklarni bilishadi. Shu studentlarga xirurg bo'lish uchun nima maslahat berardingiz? Xirurg bo'lishga qat'iy
niyat qilgan insonga. Nimalariga e'tibor bersin, nimalardan voz kechish kerak, nimalarga qattiq turish kerak. Endi ustozimiz aytadilar, meditsinani eng og'ir yoki eng yomon sohasini tanlaganda eng yaxshi mutaxassis bo'lgan pichog'i mo'y ustida bo'ladi. Shu maqoldan kelib turibdiki, bolalar xirurgi, yaxshi bolalar xirurgi bo'lishi uchun mehnat qilish kerak, ko'proq o'qish kerak. Vaqtni beshuncha va hozir telefonni polishar ekan aytdilar. Vaqtni bekorga ham o'tkazish mumkin. O'sha vaqtni bir rejali qilib ko'proq ma'lumot ham olish mumkin. Hozir juda ko'p materiallar bor. Misol uchun juda ko'p bolalarimiz ingliz tilini yaxshi bilishadi. Til bilgan yaxshi, til bilgan el biladi. Shuning uchun informatsiya juda ham qulay tarzda olsa bo'ladi. Shuning uchun ko'proq o'qib, ko'proq o'z ustida ishlash kerak va yaxshi maktabni ko'rish kerak. Eng asosiysi sabr. Shu. Rahmat katta. Alisher aka, Nozim aka, ajratgan vaqtinglar uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat, shu hissamiz qo'shgan bo'lsak, ota-onaga qanaqadir informatsiya bergan bo'lsak, menimcha mana shu ketkazgan vaqtimizdan afsuslanmaymiz. Biz hammamiz shu bolalarimiz sog' bo'lsin deb harakatdamiz. Kasbimizni sevamiz. Yana savol-javob bo'lsa, Albatta. albatta vaqt topib harakat qilamiz. Shu ilmiy izlanishni ham har tomonlama o'zimiz ham ilmiy izlanishdamiz hali. Yordam berishga. Xudo xolasa keyingi ko'rsatuvlarimizda kasbiylarga ko'proq, ya'ni tibbiy tomondan yondashga harakat qilamiz. Ya'ni ma'lum bir anomaliyalarni, ma'lum bir kasalliklarni oldini olish yoki ularga qanaqa chora ko'rishlarni, xudo xolasa. Albatta zo'r, yaxshi nima desa bo'ladi, bir xalq uchun qulay bo'lgan o'sha informatsiyalarni berib boramiz. Rahmat katta.